tongda va ertalabda Yosinni o'qisa, o'sha kunning hamma yengilligi unga beriladi. Kim kechki payt o'qisa, tunning yengilligi beriladi. Ya'ni kunduzgi ishlari barobardan keladi. Kech payt o'qisa, tungi ishlari barobardan keladi. Ya'ni tuni yaxshi o'tadi degan ma'no. Yahyo ibn Abu Kasir aytgan ekanlarki, kim bomdoddan keyin ertalabda Yasinni o'qisa, kechgacha unga o'sha qaysidir hojat uchun o'qisa, kechgacha unga faraj, ya'ni yengillik bo'ladi. Kechki payt o'qisa, tong atguncha unga yengillik yetadi. Ya'ni buning natijasi, Yasin surasining barakasi natijasi o'ta tez keladi. Tun tugamay turib, kun tugamay turib maqsad hosil bo'ladi degan gaplarni ulamolar aytgan ekan. Shuni biz kattalardan eshitganmiz degan o'sha tobiinlar. Tobiinlar, mashoyixlar, salaflar bu gapni kattalardan eshitganmiz deb aytgan ekan. Ana o'shalardan kelib chiqib bomdodda o'qisak, kunduzi bilan ishlarimiz yaxshi bo'lsa, ajab emas degan ma'noda Naqshbandiy tariqati ulamolari, mashoyixlari buni bomdoddan keyin wird qilib olishgan.